Avval aniqlab olaylik. Necha kun besabab kelmagan? Besabab emas. Kasal edi deb aytdim-ku sizga. Hujjatlari yo'q-ku. Baraka topkur. Isboti bormi? Yo'q. Demak 3 kun kelmagan. 3 kun uyda davolatgan edik. 3 kun. Farzandingiz hali referatlarni ham topshirmagan. Menga qarang, opa. Qo'ying. Shuncha bo'ladimi? Bu litsey, uka. Sizga bozor emas. Erkaklarning ko'ngliga yo'l topish shunchalik qiyinligini bilganimda, umuman turmushga chiqmagan bo'lardim. Hali ham arzdamisizlar, Ra'no? Tashqaridan qaraganda hammasi yaxshi. Hammamiz sog'lommiz, ishlayapmiz. Farzandlarimiz bor, uyimiz bor. Lekin gapimizga to'g'ri kelmayapti. Biz pedagoglarmiz. Lekin uyda pedagog bo'lish shart emas. Uyda oddiygina ayol, xushmuomala, ko'nikuvchan beka bo'lish kerak. Tulkilar yoqar ekanda unda. Balki tulki aqlli. Aqlli bo'lmasa ayyorlikni qanday ishlatadi? Yo'q, men unaqa bo'la olmayman. To'g'risini shartta aytaman. Keyin nimaga ayyorlik qilishim kerak? Tilim qisiq joyi bo'lmasa, Oila mustahkamligi uchun ayyor bo'lish ayb emas. qiynalib ketdim. Hayotga oddiyroq qarang.
turmush o'rtog'ingizga talaba deb qarashni bas qiling. Talaba deb qaramayman. Lekin noto'g'ri gapirsalar, to'g'rilasam aybmi? Ayb emas, lekin talaba ham emas. Shakllangan shaxs, uni o'zgartirishga harakat qilmang. O'zingizni o'zgartirib ko'ring avval. Latofatxon, Labbay. bo'la qoling, zalga keting, hozir boshlanyapti. Hozir. Voy, buncha chiroyli. Oldingizmi buni? Olmoqchiman. Yarashdimi? Qarab ko'ring-chi. Judayam yarashdi, judayam yarashdi. O'ylab o'tirmasdan olavering buni. Juda yarashdi sizga. Olmoqchiman, lekin yaqinda kiryotgan mashina olgandim. Avtomatidan. Voy, shunga ham kuyinasizmi? Bemalol olavering. Hamma narsani yo'li bor, axir. Qanday? Qancha talabangiz bor? Ko'p. Hammasi 100 dan bersa, bilasizmi qancha pul bo'ladi? Meni shunchalikka boradi deb o'ylayapsizmi? Hazillashdim. Lekin boshqa tomoni ham bor. Qanaqa tomoni? Talabalaringiz ichida kech keladiganlari bormi? Kam. Demak, bor. Bahosini yuqori bo'lishni xohlovchilarchi? Hammasi to'g'riga javob bersa ham 5 baho olishni xohlashadi. Mana sizga yo'li. Nima qilib turibsiz? Qani ketdik, yuring. Hozir. Yo'l-yo'lakay gaplashib ketamiz. Bo'ling. Tezroq yura qoling. Kechikmaylik. Xo'sh, Sattorov, Abdullayeva, bugun oylaring kelsin. Bo'lmasa raport yozib beraman. Tushunarlimi? Manifest qachon imzolangan ekan, Sattorov? Bilmayman ustoz. Yana 2. Otang ham kelsinlar. Tushunarlimi? Xo'p ustoz. Kim imtihondan 5 olishni istasa, oldindan tayyorgarligini ko'rib qo'ysin. Keyin foydasi yo'q. Dars tugadi. Nigor opa, avvalgi sahnani ko'rmadingiz. U Sevara Komilovna haqida edi. Ko'ryapsizmi, o'zini qayoqqa qo'yishni bilmayapti. Zahra. Ra'no Yusupovnaga ayt, 2A hech qayoqqa ketmasin. Tadbir tugagach meni kutishsin. Xo'p bo'ladi. Yaxshi ish bo'lmadi. Bizga doim yon bosishardi. Biz bo'lsak, To'g'ri, lekin biz
Haqiqatni ko'rsatdik. Mas'ud opa endi nima qilar ekan? Ishdan bo'sharmikanlar? Endi bizni jazolasalar kerak, qay yo'l bilan bo'lsa ham. Endi bizdan qo'rqishadi. Ha, qo'rqishadi. Ana endi yetib keldik, bolalar. Bugundan boshlab darsga yaxshilab tayyorlanishimiz kerak. Yaxshi tayyorlanmasak, tamom. Hurmat. Hurmat. O'tiringlar. Bugungi tadbir shaxsan menga yoqmadi. Tayyorgarlik bo'sh, ayblov noo'rin. Maqsad nima edi o'zi? Bilim olishingizga xalaqit berayotgan omillarni kichkina yumor bilan ko'rsatish. Sizlar nimani ko'rsatdingiz? Bilim olishingizga o'qituvchilar xalaqit berayotgan ekanda. Dangasalik bor edi. Muhabbat masalalari. Agar o'qituvchilar xalaqit berayotgan bo'lsa, o'qishga kelmay mustaqil bilim olinglar. Endi biz ham boshqacha yo'ldan boramiz. Bugundan 2-chi kursidan har qanday imtiyozlarni olib tashlaymiz. Olimpiadalarda qatnashmay turasiz. Turli yo'llanmalar bor. Bu kursdan hech bir talaba yuborilmaydi. Ertadan boshlab bu kursda faqat 4 va 5 baholar bo'lishi shart. Shu mavqeni yarim yil ushlab bera olsangiz, keyin o'ylab ko'ramiz. Ra'no Yusupovna, rostdan shunaqa bo'ladimi? Nigora Tolipovna biror marta sizlar bilan hazillashib yurganmidi? Agar biz isbotlasak-chi? Bizdan jazoni olib tashlashadimi? Bilmadim, lekin keyingi oyda respublika anjumaniga 5 ta talabani saralab olishimiz kerak. Endi sizlar saralash guruhiga ham kirmaysizlar. Voy, nimaga endi? Biz buni baribir isbotlaymiz. Jamol aka, endi dars paytida telefonimni o'chirib qo'yaman. Telefoning doim yoqib bo'lsin. Dars paytida telefonimiz o'chiq turishi kerak. Biz buni talabalarimizdan ham talab qilamiz. Sen talaba emassan-ku. O'zimiz amal qilmasak, qanaqa qilib talabalardan talab qilamiz? Shuni tushunyapsizmi o'zi? Nima bo'ldi o'zi? Joydami hammasi? Joyda emas hammasi. Talabalarim meni tanqid qilishdi. Hammasini yomon ko'raman. Yaxshi ko'raman derding-ku. Bo'ldi. Ular haqida gapirmayman. Gapirsam agar meni to'xtating, xo'p? Xo'p. Oramizdagi to'siqlar olib tashlanar ekanda. Qanaqa to'siqlar? Talabalaringda hech bir kuning yo'qki, ularni eslamagan. Bo'ldi. Eslamayman ham, gapirmayman ham. Kelishdikmi? Yaxshi, kelishdik. Ovqatdan ol. Hali ularga ko'rsatib qo'yaman. To'g'ri boshqarmaga borib aytaman. Hammasini aytaman. Nima? Litsey ularga tajriba o'tkazadigan joymi, a? Xohlagan ishini qiladi. Hamma yoshlarni yoniga yig'ib olib, erkalatib yuborgan. Saylanganlariga endi 2 yil bo'ldi-ku. 2 yil bo'lgan bo'lsa nima bo'pti? A? 2 yil bo'lgan bo'lsa nima bo'pti? Tajribasi yo'q. Demak, joyni bo'shatib qo'ysin tajribasi borlarga. Xo'sh, hafta qanday o'tdi? 2-chi kursi talabalari haftani 4-5 baholarga olishdi. 2 yoqda tursin, birorta ham uchi yo'q. Bir talabani kasalligini hisobga olmaganda darsga hamma qatnashyapti, oxirgi paragacha. Yaxshi. Lekin jilovni bo'shatishga hali vaqt bor. Pedagoglarni-chi, kayfiyati qanday? Masuda Qodirovna hali ham jahldan tushmadilar. Men ham Masuda Qodirovnani sovg'alarga biroz o'chligini sezgandek bo'lyapman. Buni oldini olish kerak. Bilishimcha, O'zbekiston tarixi fanidan uni oldiga tushadigan mutaxassis yo'q. Baxtga qarshi shunday. Nima uchun baxtga qarshi? Shunday pedagogni bizni litseyimizda bo'lishi yutug'imiz. Qolgan masalalarni ichki tartibda hal qilamiz. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Xo'p. Hamma tayyormi? Shahnoz, sen yodladingmi? Endi muncha so'roq qilasan. Javob berish bermaslik meni ishim. Begor aytibsan. Bu hammamizning ishimiz. O'zi kimdan chiqqanda o'qituvchilarni tanqid qilish? Ana o'sha javob beraversin. Nima keragi bor ortiqcha gaplarni? Hammamiz qo'shildikmi? Hammamiz javob beramiz. Xo'sh, Shahnoz. Yodladim.
Qachongacha qiynalamiz, axir biz haqiqatni ko'rsatdik-ku. Biz buni baribir isbotlaymiz. Izzat, akang tayyormi? Tayyorlar. O'zi eshitib ko'rdinglarmi? Ovozi yaxshi eshitilyaptimi? Hammadan zo'r. Ungacha darslarga tayyor turishimiz kerak. Ishqilib, yana bir baloni boshlamaylik. Nega endi? Bizni tuhmatda ayblab jazolashyapti-ku. Isbot topishimiz kerak. Topamiz ham, to'g'rimi bolalar? To'g'ri. Xotining, bolalaring yaxshimi, Tohir? Yaxshi. O'zing yaxshimisan? 8-sinf yangi yil esingdami? Yosh bo'lganmizda. Xo'sh, nima xizmat? Ha, tunov kuni borsam yo'q ekansan. Yig'ilishda bo'lsam kerak-da. Shunaqa degan. Bilasan, katta qizim sizlarda o'qiydi. Bilaman. Biron muammo bormi? Borda. Shuning uchun seni yo'qlagan edim. Aytaver, hal qilamiz. Telefonda ayta olmayman. Bilasan-ku, hozir hech kimga ishonch yo'q. Qolaversa, bu o'ta jiddiy masala. Gazak olib ketsa, chatoq bo'lishi mumkin. Shunchalik jiddiymi? Hazillashmayapsanmi? Biz ham katta bo'lib qoldik. Nigora Tolipovni hazillashadigan yoshda emasmiz. Mayli. Soat 6da diyorda ko'rishamiz. Yaxshi. Kutaman. Mayli. Kelishdik. Xayr. Xayr. Nigora opa, Tinchlikmi, Zahro? litseyimizda o'g'ri paydo bo'pti. Qanaqa o'g'ri? 2-kursdagi Sevinchni переводchiga yo'qolib qopti. Balki o'zi yo'qotib qo'ygandir. O'g'irlashgan deyapti. Kim deyapti? O'zi? Jog'onga bir narsaga tushundim. Jonga tegdi. Na uyquda halovat bor, na dam olishda. Hamma fandan 5 olish shartmi? Shart. Ham o'qiyapti-ku. Bitta seni deb imtiyozlardan quruq qolamiz. Na olimpiadalarda qatnasha olmasak, na anjumanlarda qatnasha olmasak. Qatnasha olmasak, saralash bosqichiga ham umid qila olmasak degan. Senlarni bilmadim-u, men ertaga informatikadan referat qila olmasam kerak. Bugun kechqurun oyim bilan to'yga boramiz. Bo'lmasa eshitib qo'y. Agar seni deb bitta fandan minus tushadigan bo'lsa, hech qaysimiz sen bilan gaplashmaymiz. Butun kurs gaplashmaydi. Bo'pti. Yana uxlamas ekanman-da. U sening muammoing. Muddaoga o'ta qolay. Masuda Qodirovna degan o'qituvchi bor-ku. Ha, tarixdan kiradi. Shu o'qituvching mendan pul talab qilyapti. Qanaqasiga? Oddiy. Qizingiz darsni besabab qoldirdi dedi. Spravka so'ragandir. Ochiqchasiga aytdi. Bo'lmagan gap. Men o'qituvchilarim unaqa emas. Bilasanmi, bu hazillashadigan yoki aldaydigan gap emas. Jinoiy javobgarligi bor. U hattoki meni qayerda ishlashimni ham, sen bilan sinfdoshligimni ham bilmaydi. Sen nima deding? Agar qizim litseyni yaxshi ko'rmaganda, maqtamaganda, sen o'sha litseyda ishlamaganingda o'zim bilardim nima qilishni. Qiziq. Avvallari Masuda Qodirovna haqida bunaqa mish-mishlar yurmasdi. Balkim pul zarur bo'lib qolgandir. Yo'ldan adashgandir. Hayot har doim bir xil emas-ku. Ha, bir xil emas, lekin meni pedagoglarim hech qachon tamagirlik qilishmaydi. Endi bu yo'qni bilmadim. Tohir, bunday qilamiz. Menga ozgina yordaming kerak bo'ladi. Bajonidir. Qing'ir ish bo'lmasa bo'ldi. Assalomu alaykum. Farruh Niyozovich, 3-kurs jurnalini olaveraymi? Tekshirib bo'ldingizmi? Ha, bo'ldi. Nega Mahmudovaga qalamda baho qo'ydingiz? Darsga tayyor emas ekan. Qo'ymay turing, keyin dars albatta tayyorlanib kelaman deganiga qo'ymay turdim. Bekor qilibsiz. Talabalarga rahm qilish kerak emas. Bo'lmasa boshingizga chiqa olishadi. Men ham harakati bor talabalarga gohida qalamda qo'yib beraman. Bundan buyon jurnalga emas, yon daftaringizga belgilab qo'ying. Tekshiruv kelsa nima deymiz? Xo'p bo'ladi. Masuda Qodirovna, sizda hozir aknoma? Farruh Niyozovich, dars oralig'idagi bo'sh vaqt deng. Shunday bo'la qolsin. Latofat G'ulomovna ikkalamizda bir paradan bo'sh vaqtimiz bor. Farruh Niyozovich, shu dars jadvalini boshqatdan ko'rib chiqish kerak-da. Bo'lmasa Latofatxon ikkimiz orada bo'sh qolishimiz ozgina noqulaylik tug'diryapti. Mayli, ko'rib chiqamiz. Latofatxon? Labbay. Anavi kungi koftani oldingizmi? Yo'q. Voy, nimaga sizga juda ham yarashgandi?
Hozircha pulim yo'q. Yo'lini aytdim-ku sizga. Shuncha yil misqollab yiqqan obro'yimni bitta koftaga almashtirishni xohlamayman, Masud opa. Assalomu alaykum. Chaqirtirgan ekansiz. Keling. Tez ashila. Bitta choy ham bering. Qoldinglarmi? Qilganing ahmoq. Hoy, Izzat, akangga telefon qil, kelarmi? O'tiraman, keladini. Tezroq. Bitta piyola ham berib Qanday boring. joylashtirishni ko'rsatdingmi? Ko'rsatdim. Bir necha marta repetitsiya qilganman. Bitta somsa berib yuboring. Oy, keyin birinchi bo'lib kimga eshittiramiz? Nigora Tolipovnaga olib kiramiz. Tezroq. Berib yuboring aka. Menga ham xonim Yo'llang-lo. Salat qoldimi? Bo'ladi, bitta solsangiz. Nigora Tolipovna, menga yana bir imkon bering. Bu voqea boshqa qaytarilmaydi. Masuda Qodirovna, pul hammamizga kerak. Lekin pul pedagog sha'niga dog' tushirishga arziydimi? Arzimaydi. Talabalaringiz oldidagi obro'yingizchi? Litseyimiz sha'nichi? Men xatoyimni tuzataman. So'z beraman. Bu voqea boshqa qaytarilmaydi. Agar qaytariladigan bo'lsa, o'z qo'lim bilan arizani yozaman. Sevara. Bilaman, shu yerdasan, eshikni och. Och eshikni. Nega shovqin solyapsan? Eshikni ochmayapti. Balki hech kim yo'qdir. Nima qilasan xonada? Assalomu alaykum, Farruh Alaykum Niyozovich. assalom. Buncha shovqin solasan? Eshikni qulflamay shug'ullaninglar. Xo'p, kir. Eshikni nega qulflab olding? Nima qilayotganding? Kompyuterda dastur tuzayotgandim. Shunga eshikni qulflash shartmi? Nega hammasini yoqyapsan? Hozir Lobar bilan Nodira ham keladi. Nimaga keladi? Boya mavzuni yaxshi tushunishmabdi. Bu yerda shug'ullansa bo'lmas ekanmi? Birga shug'ullanamiz. Hammamiz 5 olishimiz shart. Qaysi varoda edi? Sevinchning elektron lug'atini kim olgan ekan? Yo'qotib qo'ygandir. Shu paytgacha hech kimning narsasi yo'q olmagan-ku. To'g'ri, yo'qotgan bo'lsa kerak. O'zi doim xayol bilan yuradi. Yo'qotmagan bo'lsa-chi? Kimgadir yoqib qolib olgan bo'lsa kerak. Menga qara, yoqib qolsa olaveradimi? Bu gaplarni qo'yib turinglar. Izzat. Izzat qara. Akin tayyormi? Tayyorla. Shuni bekor qilyapsizlar dedilar. Tag'in bilintirib qo'ymasizlar? Bilintirmaydilar. Yo. Uyda ko'proq repetitsiya qilinglar. Xo'p. Izzatni universitetga tayyorlayapmiz. Jahon tarixiga juda qiziqishi baland. Juda ham yaxshi. Bizdan nima xizmat? Izzat sizni malakali pedagog degandi. Shunga darslardan keyin ozgina qo'shimcha darslar o'tib bersangiz. Men jahon tarixidan emas, O'zbekiston tarixidan o'taman. Bilaman, Izzat aytgan. Baribir tarix-ku. Hamma fanlarini a'lo qilmoqchi edik. Hozir ham baholari juda yaxshi. Ozgina harakat qilsa, yana ham a'lo bahoga o'qiydi. Shu semestr 5 qilib bera qoling. Agar qancha xarajat bo'lsa, men tayyorman. Gap oramizda qoladi. Keyin ruhlanib 5 ga o'qirmidi deyman-da. Ukajon, bu litsey. Ta'lim-tarbiya dargohi bo'ladi. Sizga bozor emas, yigitcha. Yo'llari bordir. Qanchaligini aytsangiz bo'ldi. O'zingiz ketasizmi yo militsiya chaqiraymi? Siz bilan kelishsa bo'ladi deyishgandi-yu. Bo'ladi. Faqatgina yaxshi o'qish bilan kelishsa bo'ladi. Uzr, kechirasiz. Izzat kelganimni bilmay qo'y qolsin. Kelishimdan xabari yo'q edi. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Unga nisbatan munosabatim o'zgarmaydi. Ammo siz
pedagoglarga bo'lgan fikringizni va munosabatingizni o'zgartirishingizga to'g'ri keladi, uka. O'xshamadi bolalar. Izzat, akang sezdirib qo'ymadimi? Eshitding-ku o'zing. Bundan ortiq yana nima deyishlar kerak? O'zi meni rosa urishdilar. Meni noqulay ahvolga solyapsan deb. Bo'lar ish bo'ldi. Endi nima qilamiz? Bolalar, bir marta urinib ko'rmaymizmi? Endi aniq o'xshamaydi. Sezib qoladilar-yu. Vaqt o'tib ketyapti. Endi nima qilamiz? Bola, bir fikr bor. Xo'sh. Biz bir hafta faqat a'loga o'qisak. Keyin sen Sherzod, Nigora Tolipovnani oldiga kirasan. Biz hammamiz, barchamiz bir hafta faqat a'lo bahoga o'qiymiz deysan. Shunda hamma imtiyozlarni qaytarilishini so'raysan. Hammamiz nomimizdan. Qani, bo'ladimi? To'g'ri. Eplay olmasak-chi bolalar? Eplaymiz. Birodan biri bitta ham ucha olmadik-ku. 4 ham olmadik. Faqat a'lo bahoga o'qiymiz. Uxlamasdan bo'lsa ham o'qiymiz. Uddalaymiz. Sen xavotir olma, olim. Ha, Shahlo, yaxshimisan? Yordamlashamiz. Kerak emas, o'xshamadi baribir. Ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Anu masalan, nima qilardik? O'qiymiz endi. Saralash qanday ketyapti? Nigora Tolipovna, meni kursim ham saralash bosqichida qatnashsa-chi? Butun kurs yaxshi o'qishga harakat qilishyapti. Siz nima deysiz, Farruh Niyozovich? Hali sinov muddati tugamadi-yu. To'g'ri, tugamadi, lekin jon jahdlari bilan harakat qilishyapti-da. Yana biroz vaqt o'tsin. Hamma fanlarni a'loga yopishsin. Keyin o'ylab ko'ramiz. Anjumandan qolib ketamiz deb xavotirga tushishyapti. Xavotirga tushsa, bundan buyog'iga o'ylab harakat qilishadi. Nigor opa, sharmanda bo'ldik. Nima gap? Tushuntiribroq gapir. Internetni oching. Biz haqimizda sayt ochilibdi. Qani ko'raylikchi. Ra'no Yusupovnaning oilasi buzilayotgandan tortib biz haqimizdagi barcha ikir-chikrlarni yozishibdi. Sharmanda bo'ldik Nigor opa.